Assalomu alaykum, hurmatli Zarbdor fuqarolari. Mana Sho'rchi filiali Agrobank tomonidan mahallalaringizga uchrashuv o'tkazgani keldi. Uchrashuvdan maqsad shu mahalladagi fuqarolarning Agrobankka bitmay turgan ishlari bo'lsa, qiziqtirgan savollari bo'lsa, mana shu uchrashuv davomida bemalol berishlaringiz mumkin. Men Sho'rchi filiali Agrobank boshqaruvchi o'rinbosariman. Marhamat, kimda nima savollar bo'lsa bemalol. Tushunarli. Mahalla loyihasi degan mahsulotlarimiz bor. Resursimiz ham yetarli. Siz tegishli hujjatlarni xodimlarimizga taqdim qilsangiz, baribir chiqarib beramiz. Yana kimda bor masalalar? Men Nozimova Hamidman, yillik men kredit ajratishlarim. Tushunarli opajon. 50 million shu mahalla loyihasini ajratib beramiz. Uyga aytganimizda tegishli hujjatlarni bizga taqdim qilib, baribir chiqarib beramiz. Yana kimda masalalar bor? Ayting opajon. Men Xolboyeva O'g'ilay, menga bog'cha uchun 70 million ajratishlarni so'radim. Uy bog'changiz bormi? Prezidentimizning 312 sonli qaroriga ko'ra kredit ajratamiz, 20% dan bo'ladi. Bemalol hujjatlaringizni bizga taqdim qilsangiz bo'ladi. Chiqarib beramiz. Yana kimda masalalar, savollar, tortinmasdan bemalol berishlaringiz mumkin. Agar savol javoblaringiz bo'lmasa, e'tiborlaringiz uchun rahmat.